alaykum aziz do'stlar. Sizlarga Suhrob Habib showroomida bahoriy so'nggi tikilgan modellarimizni qisqacha ko'rsatib tanishtirmoqchiman. Ulardan bittasi enimdagi Vitaliy Barbaris italyanskiy brenddan tikilgan dvoyka. Bu ham ko'yni bo'lishiga qaramasdan buni cho'nchagini pastdan tikishga qaror qildik, chunki hammasini tepadan tikib kelardik, yengillik kiritdik va har doimgidek yonida o'zimizning dizaynerskiy fishkamiz. Bu ko'ylaklarimiz yosh kattalarga ham, yoshlarga ham to'g'ri keladi. Hammasi skromniy, solidniy. Ulardan bittasi yana terrakotoviy rang. Kim agar garderobni yengillikman, sal noyob ranglardan qo'shaman desa, juda ham zo'r variant. Bitta cho'nchakda bu ham yonida buni ham shunaqa shlitsasi bor. Keyingi variantimiz novot rang. Agar o'zimizdan tilda aytadigan bo'lsak, yaqinda qo'ygan edim. Bunda ham avalni yoni. Bu ham bitta cho'nchakda. Cho'nchaklarimizning shakllari va formalari hammasi har xil. Bir xil tikmaymiz hech qachon. Yana bitta variant kulrang, yirik poloska, ikkita cho'nchak. Cho'nchaklari ham katta-katta, klapani ham katta, bu ham chetlari oval. Oq rangda jigarrang chiziq, bunda ham ikkita cho'nchak, bu ham o'zgacha dizaynga ega. Qorga tikilgan bombasi qora rangda, juda ham derskiy, juda ham solidniy, o'zimga ham rosa yoqdi. Kim agar shunaqa bahoriy eksklyuzivlarni xohlasa, hammalarni kutib qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.